Avtotuning siz bugun xayolga birinchi bo'lib keladigan avtovitsin bo'lib qoldi. Men ham shunaqa profil qilishim kerak siz bu videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga hozir avtovitsinni avtovitsin qilgan 3 ta sababni aytib beraman. Birinchisi ular mashina emas, emotsiya sotishadi. Odamlarni yig'lagani, kutilmagan sovg'alar, odamlarning orzulari ro'yobga chiqayotganini doimiy ko'rsatib borishadi. Bir narsani yodda tuting. Odamlarga mahsulot emas, hissiyot sotishni o'rganing. Ikkinchisi esa shou formati. Kuchli vizual bilan katta tadbirlar, sharlar, odamlarni to'plangani xuddi bu reality shouga o'xshaydi. Bugungi kunda Instagramda oddiy sotuvlar bo'lgan shou ko'rinishda sotishni boshlang. Uchinchisi content zavod rejimida ishlash. Avtovitsin tasodif bilan mashhur bo'lib qolmagan. 2700 dan oshiq post. Bu doimiy kontent chiqishi, bu Instagram algoritmlariga yoqish, bu brendni miyaga mixlash. Bitta narsani tushunib oling, bitta virus video bilan siz mashhur bo'lib qolmaysiz agar tizimli ishlashni yo'lga qo'ymasangiz. Xuddi avtovitsinga o'xshab Instagramda egallamoqchimisiz? Unda tizim va hajmni yo'lga qo'ying. Tez orada dominantga aylanasiz. Menga esa obuna bo'lishni unutmang. Bo'lmasa bunaqa foydali ma'lumotlarni o'tkazib yuborasiz.